Xotin, Sparkka oxirgi arenasini to'lab olma, bo'ldi, qutuldik. Voy, rostdan adasi biz ham odamlarga o'xshab yashaymizmi? Odamlarga o'xshab bo'ychiymizmi? To'xta, shoshma. Bitta yaxshi kobalt ko'rib kelyapman. Shu Sparkka boshiga shapka qilib bermoqchiman-da, kobaltni 3 yil arenaga bosib olmoqchiman. Adasi, bu nima deganingiz? Biz 3 yil yashamadik. Pul so'rasam to'xtab tur, mashinamni yopoli. Pul so'rasam to'xtab tur, mashinamni yopoli. Bu nima deganingiz? Ustimdagini ko'ryapsizmi? Onam sepimdan qilib bergan. Dashi buni duymasi ham yo'q. Xotinga ham jabr qilib qo'ydim. Buni ko'nglini olaman endi. Ujinga bugun yana tarvuz bilan non yerkanmiz. Xotin, tur olinglar aka. Anchadan beri senga e'tibor qilmayotgan ekanman. Mana sen kutgan sovg'a. Adasi, Tugma. Mana sen kutgan o'sha kiyimingga mos qilib oldim. Bozordan topish o'zi bo'lgan-ku. Adasi, undan ko'ra yangi nimchami, yangi ko'ynakni olib bersangiz bo'ladi-yu. Sen endi bir 3 yillik ko'yni olib bera olmayman. Nega? Arendaga ko'bat bosib yubordim. Bunaqa telefon ola olmayman, aka. Aka, olib qolyapsiz. Videolaringizni ko'p ko'raman, ayollardan ko'p olib qolyapsiz. Mujiklarga yordam beramiz. Mujiklar olib qolamiz telefonni. Yo, aka, gap yo'q. Olaman, prosta ulardan iPhone olaman. Prosta meni iPhone deb chaqirganingiz uchun keldim-man, aka. Android olmayman-da, to'g'ri-chuni, aka. Prosta aka, bala-chaqaga pul kerak qolibdi, bala mazasi yo'q edi, o'sha endi dori-darmon olishim kerak-da, aka. Necha pul qoldi? 1 million debdi, aka. 1 million? Endi aka, to'g'ri, bola-chaqa duosiz, bizda ham bola-chaqa bor. Lekin narx unaqa emas-da, orqa kirishga mana kameralari singan o'zi anaqa qilib turibdi. Shu 500 mingni tortyapti-da. Aka, 1 million qilib beravering, aka. 1 million sal qimmat emasmi, aka? Nima bo'ldi ekan? Sotildimi? Yo, arzon so'rayapti. Necha pul so'rayaptilar? 500 ming. 500 minglik telefon emas u. Endi 500 ming anaqa qo'yman-da, aka. Aka, necha pul deding o'zi? 1 million. Aka, 1 millionga yomon aytmadi aka. Fabratiskiy bir mujiklarga qizlarga olib chiqasiz-ku, bir ko'p narxlardan olasiz aka. Yo, endi noto'g'ri anaqa qilyapsizlar-da, aka. Aka, endi zarurati bor edi o'shanga. Nima zarurati, aka? Nima ish qilasiz? Shu mardikor ishlayman, aka. Ha? Mardikor ishlayman. Bolaga nima bo'lgan? To'g'risini ayting, aka. Bolamiz zasi yo'q. Nima bo'lgan? Siz kimsiz, aka? Akasiman aka. Akasiz? Endi zarurati bor edi, sizga daskanali tushuntirmasin aka. Shu zarurligidan sotayotgan joyida. Aka, Olib qoling, kelishtirib yaxshi. nima telefoningiz bor keyin tutishga? Boshqa telefonim yo'q, aka. Boshqa telefon yo'q. Yo'q. Только shu. Bola uchun, oilangiz uchun bu telefonni men hozir olib baribir sota olmayman. Buni mana cho'nchagingizga soling, aka. Ko'rdingiz, tekshirib ham o'tirmadim, to'g'rimi? Ko'rdim. Bo'ldi. Men sizga mana xohlasangiz maydalab olib kelib beraman. Xohlasangiz mashina oling, aka. Aka, qanday bo'ladi bu? Hech narsa olmasdan. Mana bundoq bo'ladi, aka. Yaxshilikni ko'rishamiz, xudo xolasa bir pila choy ustida keyin gaplashib o'tiramiz, hammasi cho'tga bo'lib ketsa. Alloh rozi bo'lsin, aka. Sizning insonlar ko'p bo'larsiz. Alloh, aka. Qani telefon? Mana aka. Lekin aka sizni ko'p kuzatardik, anaqada Instagramda mujik kishi gapi bo'ldi, lekin